Munavvar tarixiy roman tarixiy chilliqni o'lik holda ko'chirib qo'yishdan kifoyalangan. Jilnomalar, dövisi va voqealiklar bayoni bo'lmasdan, balki ashu tarixiy xam materiallarni badiiy yuksaklikka ko'tarilgan romanlardir. Tarixiy cho'nqurlik bilan badiiy yuksaklikniki yuksak darajadagi birikishi dal tarixiy badiiy asar Bahodir nomida o'z ifodasini topgan. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz Yasinjon Sodiq Cho'g'lanning Millatlar nashriyat tarafidan nashr qilingan Bahodir Noma nomli romanni ko'rdigan asosida elib berildi. Bugungi suhbatimizga Bahodir Noma romanininki muallifi yosh yozuvchi Yasinjon Sodiq Cho'g'lan apandi qadam tashrif qildi. Onundan başqa obzorchi Yalqin Ro'z apandi, Millatlar nashriyati Uyg'ur tahrir bo'limidan Yaqub Matruzmu alayda qadam tashrif qildi. Qadiminglarga ko'p rahmat. Xush kelibsizlar. O'vayxonninki murakkab iztirob xiyollardan boshlanib, boshqalar yozmagan bir tarixda ekan. Bakroq ko'rsatdim. Shu tarixiy chilliq bilan badiiy chilliqni haqiqatan birlashtirilganligida deb qarayman. Biz suhbatimizni rasmiy boshlashdan burun tarixiy roman Bahodir Noma'ning bir qism qurlarini ko'rman do'stlarninki nazarga sunsak. Turpan shahri yoz quyoshining taftida xuddi dobxona echitilgan to'ndirdek ham demiq ham haroratli edi. Shahar aholisi chidovsiz issiqdan doldinish uchun kemir uylariga, gamilarga bekinib erishgan bo'lib, ko'cha raslar ba'ayri kecha jimjitlik asr bo'lgan edi. Shaharning Uchko'vrik mahallasiga joylashgan Amir Kabir qasridimi, xuddi shahar raslaridagi o'xshash jimjitlik hukm suradi. Ammo bu jimjitlik bugungi tinchlik havoning ta'siridan emas edi. Bu qasr Amir Kabir Shirali o'g'lin qazo qilgan 2 yildan beri mushundaq jimjit, mushundaq sukutlik edi. Qasrdagi ravohning naqshlik salosini yonginicha o'ltirgan shahzoda Uvaysxon taksiz xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Uvaysxonning tashqi qiyofati osh ko'l suyida tep-tinish turgan bilan ichki dunyosi yuriki kelkin kelgan daryodek tinchsiz, shovqinli edi. O'zining hozirgi ahvolini tuyuqsiz esga olgan Uvaysxonning hayajonli tuyg'ulari shippidan muzladi. Yurikidagi barliq dard hasratlarini teshiq chiqarib o'tmoqchi bo'lgandek ulug' kichikdindi. Qarindoshlar ara toj taxt talish, dushmanlashish ajdodlarimizning qolgan udum bo'g'imidi. Shu kunlarda men Xondag'am Sulton Shir Muhammad xon oliylarining ko'ziga qadalgan mix, tapiniq sanjilgan tikan bo'lib qoldim. Bir qism o'rda amirlardan el ra'yatni hayo qilmasa, meni allaqachon o'limga buyurgan bo'ladi. Demak, Bahodir Noma romani hamda mushundaq O'vaysxonninki murakkab iztirob xiyollardan boshlanib, Saidxonninki o'z saltanatini tiklash tarixining oxirlashidan hamda Yasinjon aka hamda mushundaq 6 tomliq nihoyat yirik bir tarixiy romanni yozib chiqishingizga turtki bo'lgan omil nima? Men dastlabda o'qirmanlarga ma'lumlik hamda Jallatxonimni yozgan. Jallatxonim e'lon qilgandan keyin hamda jamiyatda ta'sirmi yaxshi bo'ldi. Ammo hamda bo'laqmi o'qirmanlar. Ondan boshqa mush adabiyot sohasidagi demasliklarim bo'lsin yoki ustozliklar bo'lsin, yana bir tarixiy temada iznib beqish taklifini bergan. Qaysiroq yerdan boshlayman, qandoq nima yozaman deb, ondan shu Sa'diya xonligining yuqori tarafiga bakroq nazarimni oldim. Ham bunday bo'lishda birisi ham bu davr tarixiy davr yezilmadi. Ham boshqa yozuvchilar qalam tavratmadi bu davrni. Asosli hamda nima degan vaqtida boshqalar yozib ma'lum bir tarixiy davrni bakroq ko'rsatdim. Bu yerda aytdi tarixiy shaxslarimizningki jiqligi, ondan bir qadar kengligi, murakkabligi, tarixiy davrning murakkabligi. Ammo shunday bir nuqtadan men cho'qim shu davrni yozsam bo'ldi ekan. Ondan o'qirmanlarimga to'g'ri tashlab qo'ydik, bir narsa chiqdi ekan degan o'y bilan ondan shu Bahodir Noma'ni hamma romanimningki bir boshlash nuqtasini topdim, oxirlashtirish nuqtasini topdim. Shuni bilan qo'lim qalamni oldim. Yezilib bo'lingandan keyin buning qanday nom qo'yish to'g'risida siz ko'p ikkilangan bo'lishingiz mumkin. Undaqda romanninki mushtaq Bahodir Noma deb nom qo'yilishiningki bir oq ko'rinishi, bir sababi bormi?
Endi yazıman deb materialni ko'rib, kalamda bir pishqandan keyin o'ylab baqsam, men nurg'un bir qahramonlik, bir yigitlik, bir xil jasoratlikni, bir xil no'chilikni yozib ekanman buningda. Men o'zimning topgan, o'zimni hayajonga solgan bir yani bir pallisimi shu. Hammasi o'z navbatida o'z davrining bir xil qahramonlar bo'ldi. Shuning bilan men romanga cho'qim Badirname deb ism qo'ysam, bir yig'alaydi ekanman. Bir ish bo'lmaganda romanninki asosli mazmuni bir romanning ismi bilan o'qirmanlarimga bunda tashlab beradi ekanman deb, ama shu ismni tanlab olgan. Unda qo'ygan chaqda Yalqinka endi shu hozir e'lon qilinayotgan tarix romanlarni xeyli ko'p. Badirname romani nashr qilingandan keyin o'qirmanlarning ayt suyib o'qishiga sazovor bo'ldi. Mushaq nurg'un bas munozara g'ulg'ulli bo'ldi endi. Albatta kerak bu nimani tushuntiradi deganda, cho'qim mush Badirname romaniningki utuqlarini tushuntirish kerak. Mush nuqtadan qaraganda, mush romanninki utuqlari deyishga qo'ygansa, qaysi nuqtalardan sharhlashga to'g'ri keladi? Tarix romanlar ko'p yozilgan bilan utuqliq chiqqanlari bek sanoqli bo'ldi. Badirname mana shu utuqliq chiqqan romanlarning birisi. Badirname romanining utug'ini shu tarixiy chillik bilan badiiychilikni haqiqiy birlashtirganligida deb qarayman. Bu asar bizga adabiy asarga xos zo'qlantirish ham tarixiy asarga xos o'ylantirish xususiyatini ato qildi. Badirname romanidagi badiiy asarga xos zo'qlantirish kuchi qayerda ifodalandi deganda, ravon, qiziqarli bayon shakli, jonliq tafsilotlar, go'zal to'qilmalar, inchki tasvirlar, xoslashgan personajlar tili, andan mo'l hissiy tuyg'ular odamga mo'l badiiy ta'sir qiladi. Bu romandagi tarixiy chillik qaysi taraflarda aks etildi deganda, avtor romanda tarixiy voqealarni aynanlik bilan bayon qilgan ham tarixiy materiallarni astoydil o'rlashtirgan. Tarixda o'tgan rangarang personajlarning qiyofatini burmil o'tmagan. Ayni zamondagi yuz bergan voqealarni jonliq bayon qilgan. Eng muhimi ayni vaqtning, ya'ni buningdan 700-800 yillar ilgariga ijtimoiy hayotni, ijtimoiy kayfiyatni ham shu vaqtdagi personajlarningki yoki tarix davrining til alohidligini yaxshi ifodalab beradigan. Demak, mana shunday tarixiy chillik biz bayon qilgandek badiiy chillik bilan yoki badiiy to'qilma bilan birikib asarga bir kishilar tomonidan olqishlanadigan, unutilg'isiz ta'sir bera oladigan bir badiiy muvaffaqiyatni ham tarixiy muvaffaqiyatni jamlaydigan. Yasinchininki Badirname romanida zo'r tarixiy voqeani yuksak badiiy mahorat bilan suratlangan. Romanda 5-250 atrofida personajlarning obrazi yaratilgan endi. Siz mushundaq keng tarixiy jarayonga munosabat fikrlarni, shundaqla mush personajlarning mush taraflarni, mushunga munosabat materiallarni siz qanday hal qildingiz? Men endi o'zimning ham ko'nglimdek gapni qilsam, endi men tarix emas, tarix bilim o'qimagan. Ammo endi mushtaq bir havas bilan geografiya bilan tarixiy romanga tutish qilib qoldim. Ham bu qandaqdir o'zimilqi yengiltaklik bilan muomala qildim deganim emas. Ham shundoq bo'lmasimi, bir shu o'zim ifodalamoqchi bo'lgan, bir yozmoqchi bo'lgan tarixiy davrni o'rganishga, shu tarixni tushunishga naytib kuch-sarf qildim. Bir afsundagan yerim endi Xinjiangninki sirtidagi joylarninki jo'grafiyasi va boshqa taraflarni o'z ko'zim bilan berib ko'rish fursati bo'lmay qoldi. Qanday egildingiz bu materiallarni? Ham bu materiallarni endi shu yanga sayohatga chiqqan, tuqqan yo'qlig'iga chiqqan, mashina ishlarni bilan aloqalashib, andin chiqmoqchi bo'lganlarga topilib, andin boshqa osh tarafdagi yana bir qism ishlar bilan aloqalashib, ular muvofiq shu yerning jo'grafiyasi, tog'lari, dal-daraxtlari, gul-giyolari, mush tarafni eng inchik halqalarigacha so'rab bir qadar endi tafsilroq mushtaq qilishga tirishib baqdim. Lekin yana balkim mening ketkizib qo'ygan, xato ketib qolgan yerlar bo'lishi mumkin deb qarayman.
mush asarda faqatla nuqsonli yo'qmidi? Aş tafsilotlarning hammasi odamga unutulg'usiz ta'sir qildi. 20 yildan jiqroq vaqt ichida o'zini o'rnab bo'ldik. Yaqinki boyqi bayoningizda mush romanni nayti mapay chiqqan, bo'lib tarixiy reallik aynan tasvirlangan roman deb qaradingiz endi. Endi mushu nuqtalarni siz jonliq bir misol bilan tatbiq ko'rsatib bera olamsiz? Masalan, bu asardagi bir jonliq to'qilma 20 yoshlardagi Shahzoda Sulton Uvaysxonningki Shayx Nuriddinninki huzurida mehmon bo'lgan vaqtida bu ham qochqin shahzoda o'zi sarson bo'lib yurgan, o'zining saltanatini qo'lga keltirish bosqichida tirishib yurgan. Boshqalarninki huzuri to'g'an vaqtida Shayx Nuriddinninki ziyofatida Shayx Nuriddinninki qiziga ko'zi tushib qoldi. Ammo yozuvchi mushadagi voqealikni qanday to'qigan deganda, o'sha Malik Davlat Sulton xonim yigitga faqat bari 3 qatimni qaraydi. Bütün jarayonda o'rda tuzumiga ega bir o'rdaning ichki qoidasi bo'ldi, bir millatning o'zininki ichki axloqiy tartiblari bo'ldi. Bu bir echitilgan millat bo'lmagandan keyin, echitilgan o'rda bo'lmagandan keyin ular axloq talabi yuqori o'rda bo'lgan ekan, yozuvchi mushundaq qizlarni xudini yo'qotgan, asabiylashgan yoki qolishtirib bek talmirib ketgan qilib yozib ketmay, 3 qatimni qaratgan, 3 qatim qarash jarayonida uningki vücududaki şekillengen muhabbet hissiyatını canlıq ifadəlib bergen. Ama bu Sultan Uvaysxonningki, bu Şahzada Uvaysxonningki hissiyatını ifadələgan vaqtda, ziyafat axırlaşqan vaqtda Malika chiqib ketgandan keyin bu Shahzada Uvaysxon ashqizal o'tlagan ko'piga qarab birdan turib ketdi. Ashadagi qizval o'tlagan o'ringa telmirib qarashdan oshikisida bir hissiyat o'rtaqlik bor. Ya'ni eng yorqin bir detal Shahzada Uvaysxonningki hech kimga ko'rsatmay turib, ashada bir qiz bola choy ichgan, piyola tixoladi. Pochtashi piyolani asta tixoladi. Shahzodaninki mol-mulkka bo'lgan tashnalik emas. Mushundaq inchki badiiy to'qilmalarni to'qqandimi, qarisiq to'qilmagan. Demak, hissiyatchiligiga, odamlarning muayyan yosh bosqichidagi ruhiy holatlariga, turmush odatlariga, axloq odatlariga uygun qilib salaliqi jonliq qilib jonliq o'rlashtirgan. Demak, mushundaq tafsilotlar romanda faqat bir layerda bormidi sonda emas. 6 qism romanda bunda tafsilotlardan birash ko'zi bor. Ash tafsilotlarning hammasi odamga unutulib ta'sir berdi. Shunga bu asarda muvaffaqiyatli chiqqan taraflar mol deyishimiz bundaqlik umum bayonimiz onunda nihoyat inchki masalalarni nazarga ilib turib berilgan. Mushtaqsidan qaraganda endi sizningki mushu obzorchilik tiki mushu tajribangiz ya bo'lmasa sizning mushu asarlarni kuzatish nuqtangizdan qaraganda mush asarda faqatla nuqsonli yo'qmidi? O'zimning his qilishimda kamchilik nada bor deganda ikki nuqtada ma'lum darajada kamchilik saqlangan deyman. Biri asardagi iddiy cho'nqurlikda. Bu iddiy cho'nqurlik cheki yo'q narsa. Ham bu bir abstrakt narsa. Buni manda deb ifodalamoqdasiz. Ammo buni ma'tilqi asarning barliq halqalari jarayonida avtorninki tarix bo'lgan tunishi, tarixni baholashi, tarixiy shaxslarga bo'lgan tushunchasi mushlarda aks etadigan narsa bu. Bayonda asarning bayonida takrorlikqa yetadigan omillarni ma'lum darajada saqlangan. Ketib bir xil takrorlik tuyg'usini berayotgandek narsa shakllanib qoldi. Ammo bir 6 qismli roman. 6 qismli romanda muayyan darajada takrorlik tuyg'usi beradigan narsaning bo'lmasligi mumkin emas. Chunki tarixning o'zini takrorlanadi. Shu 200 yillik tarixiy jarayonda takrorlikqa o'xshab ketadigan yoki bir-biriga o'xshab ketadigan voqea hodisalar qismatlarni nihoyat ko'p. Shunga bu tarixning takrorlanishidan kelib chiqayotgan takrorlik tuyg'usi bilan yozuvchininki sodir qilib qo'ygan takrorlik tuyg'usidan kelib chiqqan mush ikki nuqtadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deb qarayman. Ammo bu asardagi hozir bizni hayajonlantirayotgan, jamiyat tarafidan qizg'in qarshi olinayotgan bu utuqlar oldida bu kamchiliklarning eg'izga og'izligi yo'q. Endi Yaqubga shundaq bir romanniki nashr qilinishimi, nashriyatlar uchun bo'lsin mayli, nashriyatlarning aktiv qo'llovchisi bo'lgan o'qirmanlar uchun bo'lsin, bu yaxshi bir boshlanish, yaxshi bir muvaffaqiyatda. Endi sizlar mushu Badrnam romanini tahrirlash, uni nashr qilish davomida yo'liqqan masalalar bormi? Qiyinchiliklar bormi? Qiyinchiliklar haqdan bor. Masalalar bor. Endi birinchisi bizda nashriyatda tizg'irishi yo'q.
xat kirgizuvchi. Shu roman cho'ng bir qog'oz eshikda ketdi ekan. Romanni shu 3 kun arishib ko'rib baqdik bolalar bilan. Tayyorlarimizga bilimdagi. Ko'rib shunga kirishib qoldik. Kirishib qolib shu bir tayyor o'rindab bo'lmaydi ekan degan o'yga kelib, buni 3 tayyor bir tayyor 2 tomdan unda qaychilashtirib ko'rib, yarim yildan jiqroq vaqt ichida vazifani o'rindab bo'ldik. Keyin idorachilar bizning ishlaganimizni ko'rib, bular ixtan ta'sirlandi. Qalbingiz ostida yaratilgan personajlar pek ko'p. Ham bularni tushunishga kirishdim. Maftun qilish kuchi odamga Qaylanadigan material qilib oldik. Endi yozuvchi aka, qalbingiz ostida yaratilgan personajlar pek ko'p. Ularningki xarakteri alayligiga nihoyat ko'p qirliqlikqa va xoslikqa ega. Shundaqdimi, shu xilma-xil personajlarningki isidan siz cho'qim muhabbat bilan tasvirlagan o'zingizning orzu istaklari, g'oya tasavvuri qara topgan personajlarmi bor deyman. Men eng yaxshi ko'radigan personajlar desak, endi yanlam Mirzo Ulug'bek, Bobur, Sultan Seyitxon, Yunusxon. Bular endi eng cho'ng mehrimni berdim, eng cho'ng o'zimniki ma'rifatimni sarf qildim. Ham bularni tushunishga kirishdim. Ondan boshqa Ehson Davlatbegim, Baburniki cho'ng onasi, Yunusxonniki cho'ng qonishi. Mana personajlarimni eng bir xil muhabbat bilan, mehr-muhabbat bilan tasvirladim. Ondan boshqa yana masalan Eshon Shayx Nizomiddin Xomish deymiz. Bularga yana shunday mehrim bor. Yasinga mana muhabbat bilan tasvirildi, bir qadar muvaffaqiyatli tasvirildi deb qarayapti bu yuqorqi personajlarni endi. Yo'qmi, siz qanday qaraysiz bu personajlarning obraz masalasiga? Menga bu romandagi eng muvaffaqiyatli chiqqan personaj 3 deb qaradim men. Birinchisi Sultan Uvaysxon, ikkinchisi Sultan Yunusxon, yana birisi Amir Xudoydat. Mushu 3 personajninki xarakterininki yetilish jarayoni ham ichilish jarayoni, voqea, hadislar, suhbatlar, ziddiyatlar jarayoni ichilishi shunda tabiiy ichilgan. Turmushchilikqa inson xarakterininki tabiiyligi shuna uyg'undek his qildim. Mushu uchininki romanda chiqsa-da bir xilqi jalb qilish kuchi, maftun qilish kuchi odamga shunday yuqori ta'sir beradigan personajlar deb qarayman. Yaxshilik endi mushu zo'r ajinlik cho'ng sahifalik mana bir tarixiy romanda uchirjat xatoliklar personajlarningki ismlarininki har xil bo'lib qilishi yoki olmishib qilishi, birinchi tomida bir xil, keyingi tomlarda bir xil bo'lib qilishlik menda ahvolninki bo'lganligini eskartmagan, ham yezishmagan. Men shunday his qildim. Endi shundaq bir 250 dan ortiq personajlar obraz yaratilgan mana bir romanda mana bir takrorlikninki, bir xatolikninki bo'lmasligini qanday hal qildinglar? Bu tarixiy romanda aqtan personajlar bekla ko'p endi. 200 necha oshib. Ondan keyin bu asarda ko'rilgan tarixiy yer joy nomlari favqulodda ko'p. Buni biz o'sha asarning chilligiga hurmat qilgan asosda bekitib olish uchun Yasinjonniki ko'rgan material manbasi bilan tanishib chiqdik. Tanishib bo'lgandan keyin tizimlik turg'izib chiqdik, avtorlarniki, tarixiy shaxslarniki ismlikini bir qator turg'izib, buni Baburnoma, Tarixiy Rashidiyadagi bo'yicha e'lonni bo'yicha buni bir qator selishtirib, buni mukammal bir aylanadigan material qilib oldik. Ishlash jarayonida shuni asos qilib turib, joyda davlat almashib qolgan yerlar ancha-muncha ko'rilgan bo'ldi. Yosin jamila maslahatlashdik. O'z vaqtidagi shu joy o'z vaqtida tarixda qaysi rayonga tava bo'lgan bo'lsa, shuningga tava qilib, oxirida anamlekin boshdan oyoq o'qib chiqdik. Tayyorlik nuqtasida emas, shu izchillik saqlandimi yo'q, o'zaro birsimizga o'qishib, ko'z qarashlarni birlikkagan tayyorlash jarayonida o'zimizniki. Qanday qilib to'liq qilsak bo'ldi degandek yerlarda fikr birligini asos qilib turib, maslahatlarni Yasinjondan so'rash orqali mukammalga kepillik qildik. Yo'l vositami yomon bir bahodirning yerida erib yuribdi men emasmi? Balkim bu xiyarlashmaydi u. Bu bir jonliq darslik.
Yana shu bizni mag'a qiladigan, yana bizning diqqatimizni qo'zg'aydigan, yana bizni so'yindiradigan masala asardagi yana personajlar to'pi. Tövəndə biz Barınam romanındakı bir qism personajlarningki tarixiy shaxslarning xarakteristikasiga chetiladigan, obrazga chetiladigan bir qism qurlarni o'qib ko'raylik. Nemishqadir nashtaga o'tirgandan beri Mirza Ulug'bekning o'y fikri bir yerda emasdak, ko'nglini allaqanda g'am andishli bo'lganda qiladi. Turib Sayda Ali Olibga chandurma qarab qo'yadi. Haqiqatan bo'ybastiga loyiq polvon degichiligi bor, Bahadır azimatgan. Boya uning yo'lbos bilan elishgan shijoatiga qaraganda, rasmiy niyati buzilib qolsa, mening bu 500 nafar xos nögrim uningga hargiz tangilamay kerak. Ya Xudo, yo'lbosning balosidan qutulganim bilan, yo'lbosni yomon bir Bahadırni yerimda elib yuribdi men emasmi? Tegi qurol yaroqlari bilan. Uni hozir o'limiga buyurib o'ldirishim uncha oson emas. Qarshilik ko'rsatsa u emas, men o'lishim mumkin. Chunki nökarlarim hali yo'lbos o'ldirgan bu Bahadır azimatga tig' ko'tarib chiqishga jur'at qila olishini atayin. Mirza Ulug'bekning amal topolmay bo'lgan sira ko'nglidagi vayimiz kuchayib ketgan edi. Yana bir tafsilot bor. Mirza Ulug'bek g'azab bilan o'rnidan turdi. Rasadxonning qurilishi qilingan har qanday to'sqinlik Mirza Ulug'bekning g'azabini qo'zg'aydi. Shu daqiqada u Rasadxonning qurilish o'rniga berib, joyida so'bi darvishlarning g'avg'osini o'zi bevosita besib turish niyatiga kelgan edi. Shahar sirtidagi ol Mo'g'ulistonliklarni qanday qilamiz olaylik? So'rdi Miranshah To'rg'a. Selich qanday qilsak olur? Meningcha ularga bekot ta'minot tayin etib, yilini baqsaq, Xonzodasi Nazarband og'aligimizni bilib qolsa, to'plan ko'taramikin deyman. Rasadxon qurilish o'rniga berishga oldirab qolgan Mirza Ulug'bek o'ylanmayla javob berdi. O'zlari bilib bir taraf qilsinlar. Mirza Ulug'bek bir qancha amr sipoqlarini boshlab Köhak töbeligiga qarab mandi. Ko'k saroyda qolib qolgan Miranshah To'rg'aning gul qaqalariga kelib ketdi. Inisi Saduxonning o'limi sababli Mo'g'ulistondan kelgan har qanday odamga o'shmanlik qiladi. Shumi yaqindan beri Mo'g'ulistondan kelgan savdogarlarning Samarqandda savdo tijorat qilmoqal emas, jon saqlamaqami tasbib qolgan edi. Miranshah To'rg'a lashkar boshlab chiqib shahar sirtidagi zo'r umid ishonch bilan saqlab turgan beguna Mo'g'ulistonliklarni oili jamoat bo'yicha bo'linib bir-birlab shaharga kirishga buyurdi. Ondan shaharga kirganlarning orasidan Qo'ramiga yetgan erlarni ayirib qamab qirvatdi. Bu mudhish qirg'inchilikdan kechikib xabar topgan Mirza Ulug'bek qattiq afsuslandi. Garchi Miranshah To'rg'ani xilil aytgan, uning ochiqlangan bo'lsa-mu jazoga buyurmadi. Demak, yuqorqi qurlardan biz biladigan Mirza Ulug'bekningki obraziga taqishtirgan bir qism masalalarni es qilib qoladi ekanmiz. Demasimi, O'rta-Osiyo tarixini varaqlagan vaqtimizda shu Mirza Ulug'bekning eg'iz ochmay o'tkil bo'lmaydi. Bu shaxsga munosabatlik tarix romanlarda bu shaxs nihoyatda kang qo'saq, adolatparvar, bunda qon to'kilishga sababchi bo'lmaydigan ilm xumar nihoyat yuksak bir obrazi bilan bizning ko'z oldimizda jo'lanib turgan personaj endi. Siz mishada mushqurlarni yozgan vaqtingizning o'zida shu Mirza Ulug'bekningki qiziq munosabatlik uning obrazini biroz xaralashtirib qo'ydigan, uning obrazi biroz musayit qilgan bu taraflarni nimaga asosan bundaq yozdingiz yozinjadi? Mening o'ylaydiganim nima degan, Mirza Ulug'bek haqiqatan danishman. O'rta asrdagi eng danishman olim. Hem hükümdar hem alim hem. Lekin insan nuqtasidan, hükümdarlık nuqtasidan yani onun yana başka karakteri var. Mesela Tarih-i Reşid'de hatırlaylik ve Zeynep bebeğininki Mirza Ulug'bek'e kirib ketganligi başkalar soğuk kılıp, anda Seyit Ali alıp onu kutuldurman deb berip, Mirza Ulug'bek tarafından qamalganligi, andan Heratga Mirza Ulug'bek Seyit Ali alıpni qandaqto o'zga hamroh qilib ilib borg'isi yo'q. Dadisi Shahrux Mirza Yunusxonni qamab birlikkagan hamrohlarini o'ltirayotganini anglagandan keyin Mirza Ulug'bekni aytib qattiq aytlagan. O'zininki Seyit Ali alıpning bo'ybastiga shundoq kuchtingirligiga qarab Herat ordisiga berib, dadisiga o'zini ko'z qilmoqchi. Men mashindaq kuchtingir bo'ybas shundoq egiz odamlarni xizmatimga sala oldim deb. Tarix Reşid'de shundoq ma'lumot bor. Ammo mush taraflarni o'ylab,
Belki bu xiyarlashtirmaydi o Mirza Ulug'bekniki obrazini. Men bir avval endi tarixiy roman bu, badiiy asar. Bu nuqtadan ketgan chaqda ma'lum jihatdan boshqa ta'sirlasam, chilliqmi, boshqa jihatdami Mirza Ulug'bekniki obrazi tiximi yarqiroq chiqdi deb o'ylagan. Tarixiy ma'lumotlarda shundoq uchur, shundoq tafsilot bo'lgan ekan, undaq tafsilotni yozuvchining muayyan tusbir bayon qilish imkoniyatiga tamoman yo'l qo'yiladi endi. Shunga Yasinjonninki shu Mirza Ulug'bekdan iborat shundoq tarix shaxsninki obraziga chetiladigan masalada xunuklik kelib kelishi mumkin bo'lgan tafsilotlarni o'zi to'qigan emas. Ammo uni bayon qilish jarayonida bergan tus bor. Bu yozuvchininki erkinligi. Tarixiy romandagi chilliq bilan badiiy to'qilmaning munosabati ashnayda yaxshi aks etgan deganimiz. Endi Badirnoma romani yalqinki bir tarixiy roman bo'lishi bilan uningda cho'qim tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan nuqtalar cho'qim bor. Agar mush romanda tarbiyaviy ahamiyatga ega deb qaralsa, qaysi nuqtalarni deyish mumkin? Bu yerdagi romanninki Uyg'ur jamiyatida qo'lga keltirgan eng zo'r ahamiyatin qaysi tarafda deganda tarbiyaviy ahamiyatida deb qaraymiz. Bu bir avvaldan bir tarixiy roman. Bir tarixiy roman bo'lish bilan bizda tarixiy jihatda yoki tarixiy bilim jihatda oqartish bosqichida turayotgan shunday bir xalqqa yoki shunday bir xalqning farzandlariga nisbatan bu romandagi bilish qimmatiga ega uchurlar, tarixiy shaxslar, voqealar va munosabatlar kishilarni zo'r tarixiy tushunchaga ega qiladi. Ana bu romanni yozishda mavzuning o'zidan Bahodirnoma deb qo'yilgan. Bahodirnoma degan mavzuning o'zi bir g'idiqlash kuchiga ega. Bu odamda bir xil botirlikka intiladigan, mardonlikka intiladigan bir axloq xohisha romanning mavzusida. Ichida shu 600-700 yil ilgirki ajdodlarimizningki yoki shu vaqtda o'tgan tarixiy shaxslarningki ichidagi kishining yuragini darajaga soladigan mardlikni namoyon qilgan, botirlikni namoyon qilgan, qurbon berish ro'yiga ega, vatanning manfaatini ko'zlaydigan, xalqning manfaatini ko'zlaydigan, hatto o'zining qadr qilmish uchun bir so'z uchun jon beradigan shunday mardonlikda bir butun hayoti baxtsizlikda o'sdimi, eng muhim paytda ochko'zlik qilmagan, vijdoniga muxolif yo'l tutmagan shunday personajlar bor. Demak, shu kishilarga nima berdi deganda axloq jihatda ajdodlarningki go'zal axloqini ularga eslatdi, sig'indirdi, o'rnak bo'ldi. Yaxshi ulgu, yaxshi o'rnak avlodlar uchun, bugungilar uchun bir darslik bu. To'g'ri. Shunga Bahodirnoma degan kitobningki tarbiya ahamiyati bo'lganning ustiga bu odatiy tarbiya ahamiyati emas. Bu bugungi kunda suslab ketayotgan, berish mumkinchiligi ozlab ketayotgan bir xil tarbiya. Nurg'un tarbiyalarningki mazmuni davr tusiga ega bo'ldi, tarix tusiga ega bo'ldi. Bugungi kunda biz avlodlarga bahodirlik tarbiyasi berish, o'zini beg'ishlab yashaydigan, shunday ruhni ularga singdirish bek muhim bo'lib qoldi. Chunki hozirgi davrdagi odamlarning shaxsiyatlik idisi bek kuchli bo'lib ketdi. O'zini o'ylash, o'zini markaz qilish idisi bek kuchli. Shunda qo'yganda bahodirlikda qurbon berish degan nima, boshqalar uchun yashash degan nima, bunday yashagan hayotning ahamiyati nada degan narsalarni shunday romanlar orqali o'rganadi. Bu bir jonliq darslik bu. Shuna bu asarningki tarbiya ahamiyati ham tarixiy jihatdagi bilish qimmatida bo'lsa, ham axloq jihatdagi o'rnaklik qimmatida deb qarayman. Hamma yaxshi kitoblarning birli o'xshashligi borki, ular so'zsiz o'qirmanlarda kishilar uchun nimaning go'zallik, odillik, haqqoniyat, foydali ekanligi masalasida boshqa turish orzusini o'yqitdi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.